Akbar aka, bu tunuka korxonamizda nimalar ishlab chiqariladi? Xo'p, uka, korxonamizda profnastilda barcha turlari, profilda barcha turlari ichki otdelkaga ishlatiladigan 6x3, 100x50, 7.5x50, undan tashqari tom aksessuarlari, ipidan iynasiga doğru, xudo xolasa tom boshlaydigan bo'lsa ham cho'tka qilib bitkizib beramiz. Akbar aka, endi obunachilaringizga qanday qulayliklar bera olasiz? Bizda qulayliklarimiz Farg'ona vodiysi bo'ylab dastavkamiz bor. Narxlarimiz o'ta yuvosh. Instagram orqali keladigan obunachilarimizga chegirmalarimiz bor. Tunukada narsa yasaydigan usta akalarimizga qanaqa maslahatlaringiz bor? Uka, maslahatimiz, rulonlarimiz bor. 1,5 qalinlikdan tortib boshqa qalinliklarigacha, birinchi sotdan tortib 3-sotgacha tunukalarimiz bor. Narxlari o'ta yuvosh uka. Narsa yasab turib sotadigan bo'lsa ham yaxshi foyda qiladigan tunukalarimiz bor. Akbar aka, ko'pchilik kuzatuvchilarimiz manzilimizni bilmayapti ekan. Manzilimiz Asakada, Mo'ljal tub dispanser bolnitsasi. Pastda nomerlar ham qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishaveradi xizmatlar bo'yicha.